Армысыздар ардақтағы ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері. Талай тарланттар мен таланттарды тудырған тарихи Ташкент аты орталық Азия ғана емес, алыс жақын шетелдерге де әйгілі болған қылқалам шебері, белгілі суретші Таңсықбаевты да төлетті. Біз бүгін Мырзалықбек ауданы суретшілер аялдамасындағы Өзбекстан халық суретшісі, Өзбекстан көркемдері академиясының нағыз мүшесі. Тіпті 1956 және 59 жылдары Өзбекстан суретшілер одағының төрағасы да болған Орал Таңсықбаевтың үй мұражайына ат басын бұрдық. Мақсат ел үшін емірене еңбек еткен тарихи тұлғалардың жадын мәңгіліктендіру мен мақтанышымызға айналған майталмандардың өмір жолын сіз көрермендерге насихаттау. Көріп тамашалаңыздар. Тарихи тұлғаның еселі еңбегін көрермендерге қас қалпында сақтап ұсынып жатқан үй мұражайдың қызметкерлері бізді өте жақсы жылы қарсы алды. Фархат аға, ассалаумалейкум. Фархат аға, айтыңызшы, мынау үкіметіміз тарапынан, халық тарапынан мұншалықты көңіл аударатындай Орал Таңсықбаев қаншалықты тарихи тұлға еді? Орал Таңсықбаев 20 ғасырның ең бүйік ijodkor rassomlardan biri hisoblanadi. Orol Tаңсықбаев asrimizning boshida o'sha Yevropadan kirib kelgan avangard yo'nalishida o'z ijodini boshlagan, katta taniqli rus rassomlari bilan ijod qilgan va o'sha davr ruhiyati, o'sha davr mafkurasi bilan bir vaqtda yashagan va ijod qilgan. Tаңсықбаевning ilk asarlariga ahamiyat beradigan bo'lsak, nafaqat o'sha o'zbek millatining, balki boshqa Yevropa san'atining ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Unda avangard yo'nalishida demak, o'sha vaqtdagi rassomlarning ta'siri juda ham sezilib turadi va ishlaridan Yevropa va o'zbek san'atining bir-biriga qorishgan va bir-biri bilan uyg'unlashib ketgan bir xarakterini ko'rishimiz mumkin. Uning yaratgan etyudlari bo'ladimi, katta polotnolari bo'ladimi, barchasida o'sha davrning ruhiyati sezilib turadi. Etiklik keng dalalar bo'lishi mumkin, sujetli manzaralar bo'lishi mumkin, voqeliklar bo'lishi mumkin. Hammasida Tаңсықбаев milliylik ruhiyatini saqlab qolgan holda o'z asarlarini tasvirlab bera olgan deyishimiz mumkin. Turgan yerimiz rassomning ustaxonasi hisoblangan. Bu yerda rassomning o'sha paytdan saqlanib qolgan molbert va yaratgan asarlari namoyishga qo'yilgan. Shuningdek ko'rishimiz mumkinki, rassom o'zi uchun keng ijod qilishi va sermahsul polotnolarni yaratish uchun aynan shu xonani tanlagan va keng loyiha asosida o'zining fikrlarini bergan va shu bino rassom uchun maxsus yaratilgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rishimiz mumkin, deraza oynalarining kengligi va xonaning kengliklari rassom uchun juda ham muhim hisoblanadi va aytishimiz mumkinki, bu xonada Tаңсықбаевning juda ham buyuk asarlari yaratilgan. Yana e'tiborli jihati shundaki, rassom o'zi ham duradgor sifatida faoliyat yuritgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ko'p o'zining ishlatgan buyumlarini ko'rishimiz mumkinki, rassomni aynan o'zi tarafidan yaratilgan va o'zi uchun mos ravishda tayyorlab ishlatilgan. Bu demak, o'zi өмір сүріп, шығармашылықпен айналысқан, өмірінің соңғы жылдарын осы жерде жасап, өзінің отбасымен бірге өмір сүрген үйі. Сондықтан біздің көрермендерімізге Орал Таңсықбаевтың жеке бөлмелерде, қонақ күтетін бөлмелерде қызық көруге болатын шығар. Albatta mumkin, marhamat. Фархат аға, менің пайымдауымша, бұл бөлме Таңсықбаевтар отбасының қонақ күтетін бөлмесі, негізгі отбасылық шаралар өтетін бөлмесі, солай емес пе? Darhaqiqat rassom ushbu xonada birodarlari, o'zining hamkasblari bilan yig'ilgan va shu yerda mehmonlarni kutgan. Ya'ni kim rassomning mehmonxonasi deb ta'rif bersak to'g'riroq bo'ladi. Bu yerda nafaqat katta rassomlar, balki katta san'atshunoslar, kolleksionerlar,
va rassomning eng yaqin qarindosh va oila a'zolari, tashrif buyurgan mehmonlar Tansiqboyev bilan birgalikda shu xonada va shu aynan dasturxon ustida mehmon bo'lishgan va suhbatlashishgan. Demak, bu uy jihozlari biz ko'rib turgan bitta sayaqning bарлыгы сол Tansiqboyevlar o'zlari qo'llangan buyumlar. Albatta, Tansiqboyevning barcha o'zining aytaylik shu ishlatgan buyumlari, idish anjomlari nafaqat ijodkor mehmondo'stlikni yaxshi ko'rgan va o'zining asarlarini demak mehmonlarga havola qilish uchun devorlarga ilgan va Tansiqboyev juda ham kitobsevar bo'lgan va hozirgi kungacha Tansiqboyevning o'qigan asarlari, o'zining kitoblarining kolleksiyasi ushbu mehmonxonaning bir qismi sifatida saqlanib kelinmoqda. Qimmatli ko'rarmanlar, uy murojaatına kirgan кезде birden ko'zga tastalgani bunday kitob so'rasindagi kitoblar bu yerda tek жаңағы орталық Азия әдебиеті ғана емес, әлем әдебиетінен де көптеген бір сирек кездесетін туындыларды көруге болады. Мән беретін жағдай, меніңше Орал Таңсықбаев біздің атамыз осы шығармашылыққа деген шабытты осы кітаптардан да алған болуы мүмкін, иә? Shunday. Rassomning 2000 ga yaqin aytaylik shu kitoblar saqlanib kelinadi. Tansiqboyev asosan Yevropa adabiyoti, balki Sharq adabiyotidan durdonalar, shuningdek tasviriy san'atga oid bo'lgan ko'plab kitoblar va ko'plab ma'lumotlar beruvchi ensiklopediyalar va shunga o'xshagan ko'plab kitoblarni o'z kutubxonasiga jamlagan va juda ham sevib o'qigan. Sonra o'tgan ғасырдың соңғы ширегінде біз байқаймыз, Өзбекстанда екі қабатты немесе қос қабатты, көп қабатты ғимараттар сирек кездесетін болған. Ана Таңсықбаев атамыздың үйде екі қабаттан тұратын екен. Екінші қабатында қандай бөлмелер бар? Оны да көрсек болатын шығар. Marhamat, ko'rsak bo'ladi. Tansiqboyevning ikkinchi qavatida asosan rassomning yotoqxonasi va kichik ijodxonasi va dam olish uchun mo'ljallangan bolxonasi joylashgan. Uyning umumiy maydoni 1000 kvadratdan ozgina oshiqcha. Ushbu ko'rib turganimiz rassomning hovlisi, ya'ni bog' qismi hisoblanadi. Rassom o'zi yashab ijod etgan vaqtdan boshlab to hozirgi kungacha saqlanib kelgan. Ya'ni ko'rib turganimiz ko'pgina daraxtlar, o'simliklar aynan rassomning o'zi tarafidan ekilgan va parvarish qilingan. Qaysi jemis ağaçlari? Aytaylik xurmo daraxti, atirgullar aynan rassomning o'z qo'li bilan ekilgan va rassom aynan shu hovlidagi so'rida o'tirib o'zi parvarishlagan o'simliklarga boqqan tarzda undan bir estetik zavq olgan va ijod uchun bir ilhom sifatida foydalangan deb bemalol aytishimiz mumkin. Qimmatli ko'rarmanlar, bunda qarasanızlar, bayqasanızlar bo'ladi. Bizning Орал атамыз табиғатқа өте құштар болған, негізгі шабытты да табиғаттан алған. Ал мынау 50 жылдан асса да қазір жемісі жайқалып, өсіп тұрған, көгеріп тұрған ағаштарында өз қолымен егіп, өз қолымен отырғызған екен. Shu yili rassomning 120 yilligi munosabati bilan uy muzey aynan ta'mirlash jarayoniga tushdi va shu mobaynida demak rassomning shu hovlisiga mana bu qoplamalar yotqizildi. Yer qismiga shuningdek rassomning tabiatsevarligini bilgan holimizda o'zi ekkan o'simliklar qatoriga yangi bezakdor o'simliklar ham loyiha asosida ekildi va hozirgi kunda parvarishlab kelinmoqda. Өзбекстанның халық суретшісі, қылқалам шебері Орал Таңсықбаев атамыздың үй музейіне келіп отырмыз. Атамыз осы Өзбекстанда жасап, көп өзінің артынан із қалдырған адам. Қазіргі осы үй музейі бірнеше жылдан бері осы мемлекеттің қарамағында, мемлекет жағынан көптеген жағдайлар жасалып, осыншалық жағдайға жетіп отыр. Біз оған өте қуаныштымыз.
Bizni Oral Tangsiboyev атында осы Toshkent қаласында біздің көшеміз де бар. Біз осы жаңағы Қазақстаннан әрдайым адамдар келіп, осы атамыздың артында қалдырған мына суреттерін көріп, тамашалап жүр. Орал атамыз өте шебер, сондай жаңа суретші болған ғой. Енді ол кісінің суретін көрген адам сол кісімен бірге жүріп, табиғаттың қойнауында жүргендей әсер қалдырады. Суреттердің бәрін қайша көрсең де, жаңағы көзің тоймайды ғой суреттер. Нұрек ес туралы салынған суреттері, мына Чимган тауларында, мына Бостандық өңіріндегі табиғаттың ең сұлу жерлерін көріп, тамашаласаң, жақсы әсер аласың ғой. Осындай үй мұражайын көріп, үлкен әсерде қалып жатырмыз. Мынау осы жерлерден, әсіресе Қазақстаннан келген қонақтар бәрі риза болып кетіп жатыр. Біз Өзбекстан мемлекетіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Биыл өте үлкен күрделі жөндеуден өткізгеніне міне біз былтыр келген кезде сәл басқаша болды. Биыл енді өзіміз көріп таң қалып жүрміз. Біз өте қуаныштымыз. Осындай жаңағыдай ата-бабаларымыздың атын өшірместен әрдайым келіп тұрайық, осындай көріп суреттерінен әсер алып тұрайық. Қарсы алдымыздағы үлкен ғимарат, қандай ғимарат ол? Ushbu ko'rib turgan binoyimiz aynan 1994-yil rassomning barcha ishlarini namoyish qilish uchun qurilgan galeriya binosi hisoblanadi. Galeriya binosi 2 qavatdan iborat va marhamat ko'rishingiz mumkin. Керемет, ерекше әдіс, қайталанбас дизайн. Farqat ağa, бұл bölmeni kelген қонақтар қай maqsadda пайдаланады? Galeriya binosining birinchi qavati kelgan tomoshabinlar zamonaviy tarzda ishlab chiqilgan dizayn asosida ko'plab ma'lumotlar olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Aytaylik, rassomning hayotini yorituvchi fotolavhalar bu yerda namoyish qilingan. Unda rassomning o'sha barcha bolalik davrlaridan tortib to o'sha qarilik davrigacha bo'lgan barcha hayotiy voqealarni ushbu fotografiyalar orqali bilib olishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, foydalanuvchilar uchun info panellar ham tashkil etilgan. Ya'ni kim kelgan barcha tomoshabinlar ushbu panellar orqali uning hayoti va ijodi to'g'risida ko'plab ma'lumotlar olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, yana bir qiziqarli jihat shundaki, barcha keluvchilar rassom to'g'risida, uning hayoti va ijodi to'g'risida xronologik tarzda joylashtirilgan info panellardan ham ma'lumotlar olishligi mumkin bo'ladi. Ularni mana shunday tarzda tomoshabinlar olishadi va o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Demak, birizdilik, yillarning ketma-ketligi barlig'i eski. Albatta. Demak, shu rassomning tug'ilgan vaqtidan to ijodining so'nggi vaqtgacha bo'lgan barcha ma'lumotlarni ushbu panellar orqali birin-ketin demak, tomoshabinlar va tashrif buyuruvchilar ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar va Yevropa standartlari asosida yaratilgan ushbu loyiha juda ham hozirgi kunda tashrif buyuruvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratib, qiziqarli ma'lumotlarni berib bormoqda. Alına ekrandan neni ko'rib bo'lamiz? Ekranda demak, rassom tarafidan yaratilgan barcha asarlarning elektron nusxasi joylashtirilgan va xohlovchilar va tomoshabinlar shu barcha elektron versiyada joylashtirilgan asarlarni tomosha qilishlari va u to'g'risida ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tashrif buyuruvchilar bu yerda Tangsiboyev hayotiga, u yashagan davr, ijodi to'g'risida ko'plab ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ular uchun video lavha ishlab chiqilgan va e'tiborlarga havola etiladi. Rassomning o'sha yaratgan asarlari, u yerni qayerlarga borgani va qayerlarda ijod qilganligi to'g'risida ko'plab ma'lumotlar berib boriladi. Shuningdek, bu yerda nafaqat kattalar, balki bolalar uchun ham ko'plab seminarlar o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ular uchun mahorat darslari tashkillashtirish uchun mo'ljallangan. Al jo'g'ari qavatda? Yuqori qavatda ham rassom hayoti va ijodiga oid bo'lgan barcha ma'lumotlar oynasi va u tomonidan yaratilgan asarlar namoyishga qo'yilgan. Ko'rik.
Marhamat. Екінші қабат, керемет. Бұл қабатты көрермендер қай мақсатта пайдаланады? Rassomning 90 yilligi munosabati bilan ushbu galeriya binosi barpo etilgan 1994-yilda va foydalanishga topshirilgan. Asosan ko'rib turganimiz ushbu galeriya binosi juda ham keng va aynan rassomning juda ham katta polotnolarda yaratgan asarlarini namoyish qilish uchun maxsus qurilgan. Керемет, мынау бөлмеге кірген бойда біздің көзіміз, менің көзім жалпы тікелей мынау қарама-қарсымыздағы үлкен картинаға түсті. Содан бастасақ қай дейді? Бұл қандай картина? Bu aynan rassom tomonidan 1951-yilda yaratilgan Jonajon o'lka degan asar. Шедевр. Shedevr asar hisoblanadi. Juda ham tomoshabinlar uchun qiziq va juda ham yorqin ranglarda yaratilgan va ushbu asarda Chorvoq va Bo'stonliq taraflaridagi bir tog' va tog' oldi manzaralarini rassom o'z ijodidagi bir yorqin asar sifatida muhrlagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Al Keyingi asarlar ham shu asarning mantiqiy davomi hisoblanadi. Ya'ni kim rassom oldingi asarni ma'lum bir rakursdan chizgan bo'lsa, demak bu asarni ham keyingi rakursdan chizgan, ya'ni kim shu tog'larning davomi sifatida bemalol qarashimiz mumkin bu asarga. Біздің бір байқағанымыз Таңсықбаевтың шығармалары тікелей табиғатпен байланысты. Таңсықбаев juda ham tabiatsevar inson bo'lgan. U demak syujetli asarlardan tashqari tabiat manzaralarini chizgan. Ya'ni kim tabiat kuychisi deb bekorga ta'rif berilmagan. Juda ham tabiatni sevgan va o'z ijodini shusiz tasavvur qila olmagan rassom. Shuning uchun biz ko'p asarlarda, ayniqsa katta asarlarda ko'rishimiz mumkinki, barcha estetikani demak rassom shu tabiat orqali tasvirlab berishga harakat qilgan va bunga beqiyos darajada erisha olgan. Farhod aға, бұл көрме залындағы қолайлық өте керемет, жарық, жылулық, жаңағы келген көрерменнің көрмені көретіндей мүмкіндік өте керемет. Қандайдыр белгілі бір стандарттарға негізделген ғой? Albatta bu hozirgi kundagi hukumatimiz rahbari tomonidan qaratilayotgan katta e'tibor natijasi desa mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi va Madaniy meros agentligi tomonidan katta loyihalar asosida ushbu muzey qaytadan ta'mirdan chiqarildi va Yevropa standartlariga monand tarzda ta'mirlandi. Yorug'lik moslamalari o'rnatildi. 100 dan ortiq asarlar restavratsiya, konservatsiya qilindi. Qayta ta'mirdan so'ng Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi va Madaniy meros agentligi tomonidan ishlab chiqilgan reja loyiha asosida Yevropa standartlari asosida ushbu loyiha ishlab chiqildi va ushbu muzey uchun tatbiq qilindi. Muzeyning oldingi holatida aytaylik yorug'lik moslamalari, isitish tizimi moslamalari, uning demak asarlarning himoya darajasi, uni himoya qilish masalalari oldingi holatida juda ham talabga javob bermas edi va qayta ta'mirdan so'ng shu mayda masalalarga juda ham katta e'tibor qaratildi va muzeyni ayta olishimiz mumkinki, Yevropa standartlari asosida bemalol boshqa Yevropa muzeylari bilan ham raqobatlasha oladi. Kартиналардың қаз қалпында сақталуы үшін неге мән беріледі? Жалпы сіздер мұражай қызметкері ретінде ko'proq nega мән бересіздер? Muzeyda shu rasmlarni saqlash uchun hozirgi kunda video kuzatuv moslamalari, yong'inga qarshi barcha moslamalar va bir xil darajadagi issiqlik darajasi bor, sovuqlik darajasi bor. Shularni inobatga olgan holda katta uskunalar o'rnatilgan va havo haroratini nazorat qilib turadi. Shuningdek, rassomning asarlari restavratsiya, konservatsiya jarayonlaridan o'tmoqda. Bu ishlarni aynan fransiyalik mutaxassislar olib borishmoqda. Oxirgi vaqtlarda hukumatimiz tomonidan berilayotgan e'tibor tufayli mana shu yilning o'zida
Qozog'istondagi Abulxan Kasteyev nomidagi muzeyda va O'zbekistondagi tasviriy san'at galereyasida har bir muzeyning birlashgan holda hamkorlikda O'rol Tangsiqboyev hayoti va ijodiga oid uning yaratgan asarlari asosida ko'rgazma tashkil qilindi va o'tkazildi, tomoshabinlar ixtiyoriga havola etildi va ko'plab tomoshabinlar nafaqat Qozog'iston, balki Yevropa mamlakatlaridan ham ushbu ko'rgazmalarni kelib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Farhat aға, орайы келгенде айта кету керек, жалпы Өзбекстан халық суретшісінің Орал Таңсықбаевты біреу білсе, біреу білмейді. Жалпы үй мұражайының бар екенді білмейтіндер көп. Біз көптеген мәліметтер бердік, ол кісінің жаңағы шығармашылығы, өзі өмір сүрген жаңағы үйі, көп уақыт өткізген жаңағы ғимараттарын көрдік. Енді біздің көрермендерге айтып өтіңізші, олар қай күндері келуі керек, оларға келер кезде qanday bir ma'lumotlarмен kelу керек? Hozirgi kunda muzey barcha tashrif buyuruvchilar uchun bepul va haftaning dushanba kunidan qolgan barcha kunlarda bemalol tashrif buyurishlari mumkin. Senbi, jeksenbi kunlarda? Albatta. Demek көрермендер келіп көрулеріңізге болады. Жалпы Ташкенттің төрінде ерекше бір біздің тарихи тұлғамызға, біздің атамызға, жалпы қазақ ұлтының көрнекті өкіліне арналған осындай үй мұражайын, оның салған суреттерін, оның ерекше бір шығармаларын өз көздеріңізбен көріп, рухани азық алуларыңызға да болады. Ол үшін мұражайдың қызметкерлері қолдан келген бар мүмкіндікті аямайды.